Xo'p, assalomu alaykum bizlarning hurmatli kuzatuvchilarimiz. Ko'pchiliklarga bizga ma'lum, bo'lib to'lashga 10x va Tracker avtomashinalari berildi. Ya'ni 1.8 million so'mdan 1.5 million so'mga deb уже hamma yoqqa reklamalar ketdi. Ko'pchilik shu narsani tushunmabdi. Boshlang'ich to'lov qancha, oylik to'lov qancha deb ko'pchilik kommentariylarga savol yozibdi. O'shanga bugun javob beramiz. Xullas, 10x va Tracker avtomashinalariga hammalaringizga ma'lum 0% kredit emas, bu 0% bo'lib to'lashga avtomashinalarni xarid qila olishingiz mumkin. 10x avtomashinasi, endi buni pozitsiyalari ko'p, 5 ta pozitsiyasi bor. Hammasini birin-ketin aytib o'tirmayman, lekin boshlang'ich 36 oydan 60 oygacha, ya'ni 30% dan 60% gacha to'lab xarid qilishlaringiz mumkin. Bu farqi yo'q. Misol uchun 30% ligi 53 million, 176 millionlik 10x birinchi pozitsiyasiga 53 million 70 ming so'mdan to'lov 53 million 70 ming to'lov qilasiz. Ikkinchi pozitsiyasiga 185 millionligiga 55 million, uchinchi pozitsiyasiga 60 million, keyin 66, 69 million, bu 36 oy muddatga 3 million 472 ming so'mdan chiqadi sizlarga. Bu 3 million 472 mingdan 4 million 448 ming so'mgacha chiqadi. 30% to'lov bilan 36 oyga xarid qilsangiz avtomashinani boshlang'ich to'lovi 53 milliondan 69 million 187 ming so'mgacha 30% to'lovini qilib 4 million 448 ming, 3 million 439 mingdan 4 million 448 ming so'mgacha xarid oylik to'lov shunday tushadi. Agar buni 60% ni to'lasalaringiz 106 milliondan 138 milliongacha pul to'lasalaringiz 60 oyga 1 million 537 ming so'mdan to'laysizlar. Mana bu aniqlik, bu ya'ni 30% dan 60% gacha yana batafsil ma'lumotlarni avtosalonga kelaverasizlar. Xo'p, ikkinchi Tracker avtomashinasini ham aytdik. Buni ham 4 ta pozitsiyasi bor. Har birini xo'sh 30% lik to'lov qilsalaringiz 66 milliondan 84 milliongacha to'lov qilasizlar. 85 milliongacha 30% to'lovi 30 oyga 5 million 155 mingdan 6 million 591 minggacha chiqadi. Bu ya'ni pozitsiyalarga bog'liq. Agar siz 60% 132 milliondan 132,5 million so'mdan to'lov qilib, to 169 million 484 ming so'mgacha agar 60% ni to'lov qilsalaringiz 1 million 473 mingdan 1 million 883 ming so'mgacha chiqadi. Ya'ni bu degani 60% ni to'lasalaringiz 60 oyga bo'lib to'lashga hech qanday foiz va kreditlarsiz olasizlar. 10x avtomashinasi ham shu 30 oydan 60 oygacha. Oyi, muddati agar to'lovlaringizga qarab 30% dan 60% gacha, misol uchun 50%, kimdir 40% to'lasa ham bemalol olib ketishlaringiz mumkin. To'lov grafigi o'shanga yarasha chiqadi. Buni ustiga hech qanday foizlar, hech qanday penalar, unaqa narsalar qo'yilmaydi. Sababi hozir avtokreditlar hammalaringizga ma'lum 26,5 yoki 27, 29% gacha avtokredit bo'lib, bera unaqa avtokredit yo'q. Hech qanday penalar tug'ishi, hech qanday ustiga hech qanaqa bojlar yo'q. Shunchaki kelasizlar, to'laysizlar, u yoqni mashinalaringizni xarid qilaverasizlar. Hammalaringiz bizani kuzatayotganlaringiz uchun rahmat. Obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin.